Malibu'ni zo'ra bo'lsa haydayman deb yurgan akalarimiz uchun bitta shunaqasidan ko'rsataman. Mana akalar, sizlar uchun 2023-yil 27 ming yurgan Malibu XL mashinamizni sostenasi ideal holatda bo'lib turibdi. Hech qanaqa qirilgan, chizilgan sarapinalar yo'q, ko'rishingiz mumkin. Holati juda ham ideal holatda. Hozir men sizlarga bitta salonlarni ko'rsataman, akalar. Mashinamizning salonlari Afshikalarni ko'rishingiz mumkin. Matviy holatda bo'lib turibdi. Malibu boshqacha mashinadek. Bu yoqda torpedkalarni ko'rishingiz mumkin. Torpedkalari ham, sidenalari ham hammasi matviy bo'lib, yengidek holatda bo'lib turibdi. Juda ham akkuratni qarab haydalgan. Salonimizning orqasi. Orqalari ham cho'tki holatda bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Sidenalari yengi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lib turibdi. Egalar nomerni pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Okalar, egalar bilan gaplashdik. Biz bu mashinamizni sizlarga 27.800 dollarga berib yuboramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilib haydasanglar bo'ladi.